Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar. Men 18 yil bo'ldi, Xudoga shukr, shu ustachilikda sohasiga kirib ish boshlab qilganimga. Noldan imorat bitkazamiz. Mana shu yerga hozir mana shunday monolit quyishimiz kerak. Chunki zinamiz metdan boshlanadigan bo'ldi. Zinaga yurib kelgani yo'l bo'lishi kerak. Xo'p, endi hozir menda bir to'plib oldi. Ustidan steshga quyib berganmiz. Steshga quyib beringlar deyishgan edi. Santexniklar 40 yilga po'ka qo'yib ketishadi, 7-8 saniyada plyontus qilib. Shu narsani nima keragi bor desam, bu narsa qizish bo'lganda, suv isi bari to'plib olishgan paytda beton cho'ziladi deyishgan. Endi bitta savolda hozir batlar ham usti to'pli pol bo'ladi-da, hamma yo'q. Zinalargacha to'pli pol bo'ladi hattoki. Shunda menda hozir savol tug'ilyapti. Bu quygan monolitim ertaga ustidan to'pli pol qizib, issiqlik berganda cho'zilib ish bitmasmikin? O'shanga hayronman. Shu ahliyat degan bir nimalar bo'lsa bir maslahat berib olaylar.